Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Xalq deputatlari Tuproqalo tumani kengashi tomonidan 2026-yilning 1,5 yilligi davomida tumanda saylangan 18 ta mahalladan 20 nafar deputat bilan hamkorlikda samarali faoliyat olib borildi. Hisobot davrida jami 8 ta sessiya o'tkazilib, ularda 63 ta masala ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Qabul qilingan qarorlarning 21 tasi mahalliy byudjet, 11 tasi sud huquq sohasi, 10 tasi ijtimoiy soha va yoshlar masalalari, 18 tasi agrar soha hamda 3 tasi odob axloq doimiy komissiyasi faoliyatiga oid bo'lgan. Shuningdek, hisobot davrida mahalliy davlat boshqaruvi organlari rahbarlarining 23 ta hisoboti, 4 ta axboroti eshitildi. Hisobotlar muhokamasi yakunlari bo'yicha faoliyat qoniqarsiz deb topilgan bir nafar mansabdor shaxsga nisbatan chora ko'rish yuzasidan taklif berildi. Kengash vakolati doirasida hududlarni rivojlantirish dasturlari, mahalliy byudjet va uning ijrosi, mahalliy soliq stavkalari hamda imtiyoz berishga oid 21 ta, nazorat tahlil tadbirlari doirasida 4 ta, kengash vakolatiga taalluqli boshqa masalalar yuzasidan 25 ta hamda turli sohalarga oid 13 ta qarorlar qabul qilingan. Deputatlar tomonidan tuman va viloyat tashkilotlariga jami 74 ta deputatlik so'rovlari yuborilib, ulardan 52 tasi, ya'ni 70,2% ijobiy hal etildi. Shuningdek, deputatlar tomonidan saylovchilar bilan 107 marta uchrashuv va qabullar o'tkazildi. Ularda ko'tarilgan 105 ta muammoning 93 tasi, ya'ni 89% ijobiy hal qilindi. Hisobot davrida kengash tomonidan 65 ta murojaat ko'rib chiqildi. Shundan 48 tasi, ya'ni 73,8% ijobiy hal etilib, 9 ta murojaat bo'yicha qonuniy tushuntirishlar berildi. Kengash va deputatlar tashabbusi bilan 29 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. 18 ta oilaning uy-joyini ta'mirlanishida 11 nafar aholiga moddiy yordamlar ko'rsatilishiga erishildi. 13 nafar fuqaro dori-darmon hamda protez ortopedik vositalari bilan ta'minlandi. Shuningdek, 18 nafar nogironligi bo'lgan shaxsga amaliy yordam ko'rsatilib, 3 nafar talaba yoshlarning kontrakt to'lovini to'lanishida ko'maklashildi. Hamda 6 nafar fuqaroga kredit va subsidiya olishida yordam ko'rsatildi. Mahallalarda keksa nuroniylar va mehnat faxriylarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 41 ta ma'naviy-ma'rifiy tadbir va uchrashuvlar tashkil etildi. Kengash faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash maqsadida mahalliy va ommaviy axborot vositalarida 5 marta, respublika bosma nashrlari va radio kanallarida 17 marta hamda internet tarmoqlarida 700 dan ortiq material va chiqishlar e'lon qilindi. Xalq deputatlari Tuproqalo tumani kengashi bundan buyon ham aholi manfaatlarini ta'minlash, hududlarni barqaror rivojlantirish va deputatlik nazorati samaradorligini oshirish yo'lida o'z faoliyatini izchil davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.